Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugungi xizmatimizda 10x bo'ladi. 10xda bo'yayotgan muammosi оборот ko'tarilib ketib qolib, ba'zida tushib ketib qolyapti ekan. Plus tortishi dimroq ekan. Hozir akamizga zastavkani tozalaganmiz. Shunda hozir biroz berish hozir imkonlaringizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Foydalanayotganimiz har doimgidek zindak apparat bo'ladi. Hop. O'zini topdi buni, villari bo'yicha topadi. Dalay уже kirib turib, faqat bizda tanlashni to'g'ri tanlasak, zbros обучениesi ham boshqasi ham hammasini bersak bo'laveradi muammosi. Hop, endi birinchi hammasini smart detection qilamiz. Bor kashfga hammasini o'chiramiz birinchi. O'zi shu darajada hammasini chiroyli topadi. Yaxshi planshet bo'ladigan bo'lsa, ishlashi ham tez bo'ladi, muammosi ishlaydigan bo'ladi. Hozircha motorda bor, tormozda bor, ABSda plus BSMda ham tashvikamiz bor ekan. Va radioda ham bor ekan biz tashvikamiz. Boshlaymiz mexanika. Hop, endi отчетga kiramiz bunda har safar. Отчетga kirsak bizda probegi va yilini ko'rsatadi 24-80 ming yurgan. Отчетni bosib turib, продолжить bosamiz. Отчет qilib olishini so'rab qolamiz. Sababi отчет qilib olsanglar o'zingizga keyinchalik nima muammo bo'lmaydi. Xo'p, mana bo'yayotgan muammosi низкое напряжение передатчик температура воздуха deyapti. Ko'chaniki. Xo'p, bu насыщенный deyapti. Насыщенный degani bu богатая смесь deydi. Богатая смесь nimadan kelib chiqadi? Bularda muammosi reduktorlarda o'rtasidan haligi mapga kirgan shlankasida shu surada o'sha joydan qo'yapti ekan gaz. Shuni hisobiga насыщенный bo'lib qolgan, и пропуск зажигания shuni ham hisobiga bo'lyapti. Hop, qolgan endi ошибкалар хронология, датчик давления shini xunga bor ekan, и plus dinamikalarga. Biz aslida o'zimiz uchun ошибкani ko'rdik, saqlanib qildik. Bo'lgan oz ошибкаларni o'zi to'g'rilandi. Насыщенный aytib o'tdim, reduktorda havo qo'yayotgan ekan. Teshkasi bor, shuni hisobiga bo'lyapti. Hozir buni ошибкаларni o'chiramiz. O'chirgandan keyin spetsialniy funksiyaga kirib turib, spetsialniy funksiya orqali hozir zbrosini beramiz akamizga. Основной ham ошибкasi chiqqanligini отчет qo'yganimizdan keyin любой ошибка bo'lishidan qat'iy nazar zbrosini beramiz. Zbros berganimizda bizda polniy uchish kerak. Uchmagani mana qolib ketadi bunga o'xshab. Hop, общий funksiyaga kiramiz. Endi mana shu joyini ko'p kishi mashada adashadi. Mana shu joyda qaysi motor, birli motor deydi. Mexanika birli motor deb hisoblanadi aslida, lekin bu motorimizda o'zida birkasi bo'ladi. Oldi tomonida dinamo tepasida yozib qo'ygan bo'ladi blok o'ziga. Bizda lift deb yozib qo'ygan. Lift degani hisobiga mana lift tanlaymiz. 1-2 lift. 5-ступенчатый коробка передач. Start-stop so'radi bizda необорудованно bosamiz. И другой bosib qo'yishimiz kerak. Region кромочный экспорт. И bunga euro bosib qo'yamiz. Parktroniklar bormi deb so'rayapti. Bizda parktronikimiz yo'q. Endi bayda mana zbros maslaniki bor. Zbros датчик тросной заслонканiki bor. Угол поворота рулевого колеса bor. Zbrosga kiramiz. Mana bu yerda сброс, компенсация расхода воздуха при холостых оборотах deyapti. Bosamiz. Hop, akalar mana kirib olganmiz hozir. Zbrosni bosamiz. Zbrosni bosganimizda bizda 0 bo'lishi kerak mana shu. 0 bo'lmasa оборотimiz yana turib qolaveradi. Bizda 99% уже to'lib ketgan bu hisobda. Xolasa bo'ldi nasib. Zbrosimiz mana ko'rib oldinglar. Сброс компенсация расхода воздуха при холостых оборотах deyapti. Mana shu joyda zbros bo'ladi. Kobaltda ham, bunda ham va boshqa mashinalarda ham hammasida shundan bo'ladi. Hammasi mana shu общий специальный funksiyadan kirib qilinadi, xudo xolasa. Hozir mana akamda shu deb qo'yaman, qisqacha hozir qaydan chiqqan, nimadan bo'lganini bilmayman. Hop, akamizda qilingan ishi mana. Zaslonka tozalandi mexanikamizda. И plus bunda mana shu joydan reduktori, mana shu joydan bizda hozir utechkasi bor. Ittalab zavat bo'lmayapti ekan. 20 marta yurgizaman, jaqa turaveradi. Yana olaman, yana qo'shaman. 3-4 martada o'sha 20 marta stator aylantiradi, keyin qo'shadi deyaptilar. Xudo xolasa shu muammolar ham bartaraf bo'ldi ekanda. И plus yana bitta nimasi benzinda damroq dedilar. Unga ham hozir zbros berganimizdan keyin xudo xolasa joyiga tushadi. Mana shu joyda bo'ladi mana. Birkasi. Shu joydan operatsiya qilib olasizlar. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zingizga murojaat qilasizlar. Muammolaringizni chiroyli, sifatli qilib hal qilib beramiz.